3 yoshlik bolamizda siydik tosh kasalligi bilan og'rigan. Endi yoshi yo'qmi? Tortib ko'raman. 3 ta toshi mavjud, ya'ni ikkala buyrakda hamda chap siydik nayini yuqori uchligida. Tashqi siydik nayi orqali siydik qopiga kiramiz. Ikkala siydik nayini tashqi kateter orqali kateterlash amaliyoti bo'ladi. Bundan tashqari chap siydik nayini yuqori uchligida tiqilib qolgan toshini buyrakka dislokatsiya qilishga harakat qilamiz. Ko'rib turganlaringdek, bu amaliyotimizni tugatdik. Xudoga ming qatla shukr. Ikkala buyrakdagi toshini hamda chap siydik nayini yuqori uchligiga tiqilib qolgan toshini olib tashlash imkoniyati bo'ldi. Ko'rib turganlaringdek, bu toshlar bu yoshdagi bola uchun ancha katta hisoblanadi. Bir necha bo'laklar orqali bo'lib chiqarib olindi. Amaliyotimiz yaxshi o'tdi. Alloh shifo bersin bemormizga.